Assalomu alaykum. Biz hozir sizlar bilan birgalikda Kanada vizasini unpacking qilamiz. Bu narsani hali o'zim ham ko'rganim yo'q, hali ochib ko'rganim yo'q. Sizlar bilan birgalikda ochib ko'ramiz. Bularning shunaqa tartibi bor ekan, ya'ni Kanada viza markazlariga mana shunaqa o'zingiz pasportingizni olib borib tashlaganingizdan keyin sizga mana shunaqa konvertlarni ichida berishar ekan. Shu narsani hozir mana sizlar bilan ochib Kanadani vizasi qanaqa ko'rinishda bo'lishini birgalikda ko'ramiz. Mana bu yerda yozib qo'ygan, mana ism familiyalarim bilmayman. Ayoq ko'rinmas ekan. Fokus to'xtalashim kerak ekan. Tadam! Mening pasportim. O'zbekiston Respublikasi pasporti. Biz kupon deb turib, menga mana buni Amerika posolstasi yopishtirib bergan. Denmark. Birinchi vizam, bu Schengen vizasi. Mana mayli yaxshiroq ko'rsata qoldi endi viza. Polsha anaqasidan olganman. Polsha posolstasi orqali olganman. Ikkinchisi bu American viza. Bunday mana hech narsamni ko'rsatmayman. Chiroyli bo'lib tushganman. Takoy bu. Uchinchi viza. Lekin bu yerda rasmiy bor ekan. Mana nima uchun rasmiy chiqadi? Bu yerda xolos asosiy ma'lumotlarni bekitishga harakat qilaman. Mana ko'rinishi sizga ko'rinyaptimi o'zi? Asosiy ma'lumotlarimni bekitgan holda ko'rsatishga harakat qilaman. Aytarli bir chiroyli hech narsasi yo'q ekan. Multiple 2031-yilgacha 23-iyulgacha berilibdi. Multiple viza, ya'ni bir necha marotaba kirib chiqaversam bo'lar ekan. Bo'ldi mana shu. Endi keyingi qadamimiz esingizda bo'lsa, shu maktab paytlarida o'qib yurganlarimizda hammamizning daftarimizda bunda Sydney Opera House rasmi bo'lardi. O'sha Sydney Opera House oldida endi rasmga tushish. Mana endi keyingi qadamim. Mayda-chuyda Dubay, Turkiya, yana qanaqadir davlatlarga borib kelgandan keyin, xudo xolasa, sizlar bilan birgalikda Avstraliya vizasiga topshiramiz. Kanada vizasi sizlarga qiziq bo'lsa, mana kommentariyamda qoldirsanglar, savollarni o'shanga qarab turib men video qilishga harakat qilaman. Hozircha esa xayr, sog' bo'linglar.